Evro'yu qo'yib tur. Ben Farruh bilan gaplashdim. Farruh dekontida nima bo'lsa, sen buni o'chir. Xo'p, qolgan pul qani? 100 ming, hozir hisoblab chiqsa 100 ming dollardan osha sonda pul bor. Qani? Xo'p, Esran puli qani? Esraniki qani? Nimaga gaplashib olasan? Xo'p, anu Belarusdagi bolalarning puli qani? Xo'p, bersiz shuni. Qanaqa 2000 yevro kimga yetadi? Undan 500 ni olib tasha. Qaytarib berganman bir kishinikini. To'g'rimi? Ha? 2000 yevro plus undan keyin 400 dollar, değil mi? Qanaqa 400 dollar? Plus emas, minus bo'ladi. Yo'q, qanaqaga berganmiz-ku, balki 100 dollar. Ha? To'g'rimi? 2400, 2000 yevro qarang. Olib tashading. To'xtang. 2000 yevro 2279 bo'lyapti, to'g'rimi? Xo'p, bu Farruhning puli dekontidagi. Men senga yana o'zbek. Buni hisoblama, men bilaman hisobimni, sen xavotir olma. 400 dollar. Eshityapsanmi? 79 dollar. Qolganlarning puli qani? Sen Farruhni qo'yaver. Ayollarning hal qilamiz. Qanaqa hal qilasan? Mana videoga olmas. Qanaqa hal qilasan? Qanaqa hal qilasan? O'rtamizga pulni bering siz. Voy, jalab skvording. Men senga gapiryapman. Farruhning puli dekonti tashaganini men hal qilaman. Ko'tni qiz shu yerda qaltirama. Qolganlarning puli qani? Qolganlarning puli qani? Meni otimni sotib, meni go'lislarim tashagansan. Qo'rqitdinglar men bilan bu opani pulni ola olmayman. Sen menga 100 ming dollar pul berganmisan? Dalbayob. Ha? So'kaman. Chunki dalbayobsan bilan. Tushundingmi? Menga tirjaymaga anjonda qilasan nomeringni. Menga o'tmaydi seni nomering. Tushunding? Oyog'ingni osmondan qilib mashina olib keltiraman. Xalqni nimaga aldayapsan? Aldaganim yo'q. Aldayapsan. 100 mingta kishi yozyapti. Hammasini aldagansan. Hammasini menga olib keling. Ha, hammasini. Qolib chiqaman. Ketyapman. Men hozir borib bor, Farruh bor. Yo'q. Jo'xa kim? Jo'xa. Telefon. Nimaga kim ekan? Ayoqdagi Ozarbayjonda yotgan bolalar kim? Shu Kim ular? Bermayapsiz-ku. Voy, dalbayob qanaqa pul deyapsan sen o jinni?